Allah Teala ham Kur'an-ı Kerim'de İnnallâhe lâ yuhibbu men kâne muhtâlen fahûrâ. Albatta Allah Teala kibirli ve maqtanchoq kimsalarni yaxshi ko'rmaydi dedi. Demek Allah Teala o'zini o'zgalardan ustun biladigan, o'zini boshqalardan afzal biladigan va doimo o'zini qilgan ishi bilan maqtanadigan kishilarni Allah Teala suymas ekan. Bu Qur'ondagi oyat. Demek bu kibrlanishlik, maqtanchoqlik insonni Allah Teala'nın g'azabiga olib boradigan illat ekan. Kibr insonni ma'naviy jihatdan qashshoqlashtiradigan, uni kamtarlik, sabr va hurmat kabi fazilatlardan mahrum qilar ekan. Kibrni eng yomoni Allah Teala'nın diniga, Allah'ın oyatlariga kibr qilishlik. Allah saqlasin. Allah'ın buyruqlariga kibr qilishlik kibrni eng yomon holati hisoblanar ekan. Va albatta bu kimda sodir bo'ldi? Iblis alayhillanada sodir bo'ldi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de aytganidek, Estaizu billah, ve iz qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblisa aba wastakbara ve kana minel kafirin. Allah Teala aytayaptiki, eslang ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam. Malaikalarga Adamga sajda qiling deganimizni eslang. Fasajadu, malaikalar, farishtalar sajda qildilar. İlla iblisa aba vastakbara. Magaram shayton nima qildi? Iblis yuz o'girdi, vastakbara, kibr qildi. Va kana minal kafirin. Va kofirlardan bo'lib ketdi dedi Alloh taolo. Qarang, kibrni sababidan, ya'ni o'zini Odam alayhissalomdan afzal bilib, Odam alayhissalomni o'zidan haqir, past sanagani uchun iblis Allohga kibr qilib, Allohning buyrug'idan yuz o'girdi. Malaikalarda tabiatida bor edi itoat. Ular Allohning buyrug'iga itoat qilib sajda qildilar. Iblis sajda qilmadi, kibr qildi. Mana shu kibri uni kofirlardan bo'lishlikka sabab bo'ldi. Allohning rahmatidan badarg'a qilindi. Nimani sababidan? Kibrni sababidan. O'zini afzal bilganligidan, o'zini ustun bilganligidan shayton mana shunday baloga giriftor bo'ldi. Demak, shu uchun inson mu'minman, musulmonman degan inson hech qachon kibr qilishlikka haqqi yo'q. Kibrga loyiq zot emasmiz, birodarlar. Ba'zida ozgina erishgan bir obro' e'tiborimiz, mansabimiz yo aslida Alloh bizga bergan ne'mati, mol va dunyoni deb ba'zi holatlarda kibrga ketib qolamiz. Biz kibrga loyiq inson emasmiz aslida. Bir gunohkor bandamiz. Tuproqdan bo'lgan oddiy bandamiz. Nimamizga buncha kerilamiz? Nimaga o'zimizni bunchalik boshqalardan ustun deb bilamiz? O'zimizga o'xshagan ba'zi insonlarni oldida o'tirishga ba'zi kishilar or qilib qoladi. Bir maraka marosimda ozgina bir pastroqga o'tirib qolsa, o'sha maraka sohiblaridan bir umr xafa bo'lib yuradi. Meni loyiq joyimga o'tirg'izmadi. Payg'ambar alayhissalomdek zot bir davraga kelsalar bo'sh joyga o'tirgan. Demak, bu eng yomon illat aslar. Bundan qutulishimiz kerak.